Assalomu alaykum hammaga. Model Get Life kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan yumshoqqina qoravoy tortini tayyorlaymiz. Albatta oxirigacha tomosha qilinglar, sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Birinchi bo'lib go'sht qilishni boshlaymiz. 3 ta dona tuxumga 300 gram shakar solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Va 400 ml kefir solamiz. 200 ml oddiy yog' solamiz yoki margarin eritib solsanglar ham bo'ladi. Endi 200 gram kakao va 300 gram un, ozgina 1 choy qoshiq razrexlitel solib, yaxshilab chiroyli xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lgungacha mikserlaymiz. Endi ozgina chayni sodamizga ozgina uksus solib, yaxshilab o'ldirib olamiz. Buni oxirida solganinglar ma'qul va yana bir marta yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldindan gaz duxovkamizni qizdirib olgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi listimizga pergament qog'oz qo'yib, xamirimizni ikkiga bo'lib pishirib olamiz. 180 darajada 15 daqiqada pishib tayyor bo'ladi. Ungacha kremini tayyorlaymiz. Oddiy quyultirilgan sut va qora moloko 200 ml dan ishlatdim. Ikkalasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana korjimiz pishib chiqdi. Endi kremimizni birinchi korjimiz ustiga yaxshilab surib olamiz. Orasiga shokolad yoki yong'oq qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi ustidan yana bitta korjimizni qo'yib olamiz va yana hamma yog'iga surib chiqamiz ustidan. Ustidan xohlaganingizni bezab bersanglar bo'ladi. Men yong'oq bilan strushka sepib chiqdim. Mana pirogimiz tayyor bo'ldi. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan, eng muhimi juda ham mazali chiqadigan qora piroglardan biri. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yishni, kommentariyada izohlaringlarni qoldirishni unutmanglar. Keyingi videolardan xabardor bo'lish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.